qilgan ishlar bo'lsa, tasodif qodir ne ishlarga. Mana bugun ham uzoq o'tmishdan bir hodisa ro'y berdi birdan. Ulkan temir qush falakdan davom etardi parvozda. Men ko'zlar bilan qarasam, sen axir sen o'sha mening uyqusiz tunlarim, axir sen o'sha yozu kuz qish bahorim, axir sen o'sha avval qanotlantirib keyin esa. Mayli endi bu muhim emas, axir sen o'sha yoningda jajji qizcha, xuddi o'zingga o'xsharkan yoshligingga, jilmayar menga. Senikiday ovozi bu mo'jiza, bu mening baxtli parvozim. To'lib toshgan hayajoning qalbaki kulib yashirding, zo'rg'a ushlab qolding ko'z yoshing. Nima sezdi vujuding, yo qiynaldi vijdoning, olib qochma mendan nigohing. Nega shu bugun, kim bilardi ayt, aynan bizga bog'liq vaziyat. Bu holat qaydan, savol bermayman, sen qo'rqma, ayblamayman, yo'q daxling. Shunchaki bir yurak bo'lgan edi chilparchan, axir sen o'sha mening uyqusiz tunlarim, axir sen o'sha yozu kuz qish bahorim, axir sen o'sha avval qanotlantirib keyin esa. Mayli endi bu muhim emas, axir sen o'sha yoningda jajji qizcha, xuddi o'zingga o'xsharkan yoshligingga, jilmayar menga. Senikiday ovozi bu mo'jiza, bu mening baxtli parvozim. O'sha mening uyqusiz tunlarim, axir sen o'sha yozu kuz qish bahorim, axir sen o'sha avval qanotlantirib keyin esa. Mayli endi bu muhim emas, axir sen o'sha yoningda jajji qizcha, xuddi o'zingga o'xsharkan yoshligingga, jilmayar menga. Senikiday ovoz